Uzdul PHP dersi 19. qism PHP'deki Cookie. Cookie degan nima? Uni ko'pincha ziyoratchi azon tunish qilishimiz. Cookie deganimiz tor bekat mulozimlarining tor ziyoratchi kompyuterda hosil qilgan hujjat xaltasidan iborat. Ya'ni men mush kompyuter orqali bir tor bekatni ziyorat qilsam, u tor bekatniki uchurlari mening kompyuterimdagi ma'lum bir mundarajasiga bir qism uchurlar shuning saqlanib turdi. Ankin tor ko'rgich turbatni ziyorat qilish iltimosini yo'llaganda masallik uchurni Cookie yog'im yo'llaydi. PHP orqali Cookie qurish va uning uchurini ayirib elib o'qishga bo'ldi. Cookie qurish. Mana bu set cookie funksiyasi orqali cookie belgilash bo'ldi. Set cookie funksiyasi cho'qim HTML xat kuchiniki oldiga qo'yilgan bo'lishi kerak. Masalan, cookie'niki grammatikasi qaraydigan bo'lsak, set cookie aniki nomi, qiymati, qatorliq va parametri, adresi qatorliq shu qiymatlarni belgilashga bo'ldi. Aniki cookie qiymatini o'qish. Buning uchun bu dollar belgisi osti tusiq cookie o'zgartirish miqdori orqali cookie'niki qiymatini o'qishga bo'ladi. Andan keyin cookie'ni o'chirish uchun inovatlik vaqtni o'tib ketgan vaqtga belgilasak bo'ldi. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda buniki inovatlik vaqti bu 3600 sekund, ya'ni 1 soat. 1 soatgacha inovatlik deb belgilagan. Agar biz bu 3600 ning o'rniga manfiy qiymat bersak, ya'ni 1 soat burun vaqtni belgilasak, undaqda bu cookie inovatsiz bo'lib ketgan bo'ldi yoki 1 soat burun inovatsiz holatga o'tib bo'lgan bo'ldi. Andan keyin qo'shimcha bilim, agar tor ko'rgich cookie'ni qo'llamasa, soliq uchur jadvalda uchur yo'llash orqali bu masalani hal qilishga bo'ladi. Yoki misol qaraydigan bo'lsak, cookie qiymatini o'qishga nisbatan misol mana orqali buniki qiymatni o'qidik, anaki print qiymat orqali bu cookie qiymatini chiqarib berdik ekranda. Andan keyin isat funksiyasi orqali cookie'ni tekshirish. Ya'ni usul orqali if agar cookie qiymati userning cookie qiymati bormi yo'q bo'lib qolsa, bundan qiymatni ko'rsatib, agar bo'lmay qolsa, a'zoning nomi yo'q bo'lib qolsa, bu yerda siz mehmonni qarshi olamiz yoki assalomu alaykum mehmon degandek uchurni ko'rsatib berish, shu uchurni chiqarsak bo'ladi.